Hammaga salom, siz bugun Kim Mubin kanalidasiz. Ancha bo'ldi video chiqarmay qo'yganimga va bugun sizlarni xursand etishga qaror qildim. Ancha kuch yig'gan holda qaytib keldim. Shuning uchun bugun biz K-pop idollari xunuk tushib qolgan rasmlarni obsujdatsiya qilgan holda, aynan men tomonidan emas, balki fanlar tomonidan obsujdatsiya qilingan holini sizlar bilan tekshirib, qaysi rasmlar va nega tanqid qilinganligini bugun aniqlashtiramiz va bu versiya Blackpink haqida bo'ladi. Xo'sh, e'tibor markazimizda Lisa va Lisaga otilgan toshlar bu rasmdan keyin shunchaki to'xtatib bo'lmas darajada edi. Uning почти yarim toksik fanlari уже bunga juda ham salbiy munosabatda bo'lishdi va undan so'ng qandaydir yopiq saytlarda aytilishicha, undan keyin o'z stilistini Lisa haydab borgan, menejer haydab borgan. Lisa juda ham katta stress olgan va bularga qanday qaraysiz? Kommentlarda yozib qoldiring. Ochig'i bu make-upni tahlil qiladigan bo'lsak, unga qizil pomada bu make-upni ochib beradigan asosiy nuqtasi va agar sizda aksent ko'zda bo'lsa, unda labni ochroq qilasiz. Agar labda bo'lsa, to ko'zlaringizni effektivli qilishingiz kerak emas. Va bu xatoni Lisa'ning stilisti takrorladi. Va ochig'i Lisa hayotda juda ham go'zal, unga makiyaj ham kerak emas. Shunday qilib, keyingi idolga yo'l olamiz. Bu bizda Jisoo. Qani ketdik. Boshidan aytib qo'ymoqchiman, iltimos, bu rasmlar uchun Jisoo'ni hate qilmang. Hozir u Miss Koreya va bunday maqomni olish har kimga emas. Men videoni boshida aytgandek, hamma fanlar ham bunday munosabatda bo'lmagan, lekin toksik fanlar va haterlar shu munosabatni ularga qo'llagan. Xo'sh, Jisoo'ni bu rasmlari umuman olganda haqiqiy hayotda chiroyli chiqqan, lekin noto'g'ri kadrlardan bular hammasi kelib chiqqan. Va ayrim toksik fanlar buni juda katta hate qilishgan va qandaydir mishmishlar tarqagan, ya'ni K-pop idol bo'lish uchun обязательно plastik jarrohlikdan so'ng K-pop idol bo'lasizmi? Yo'q, albatta, bu har xil mishmishlardan kelib chiqqan narsa. Agar siz xohlasangiz buni qildirasiz, lekin sizning kompaniyangiz sizga buni majburiy qo'ysa, to bundan o'zingiz xulosa chiqarib, o'zingiz tanlovni qilasiz. Bizda esa keyingi idol bu Jennie. Ha, bu o'sha Jennie. Ko'pchilik aytgan, Jenniening yuzi har doim effektivli rasmlarga olinganmi? Qanaqasiga bo'lishi mumkin emas? Bizni yoqimtoy Jennie qayerga ketdi deb ko'pchilik toksik fanlar buni ta'kidlashdi. Ammo bu ham noto'g'ri kadrdan olingan va noto'g'ri pagodada, sharoitdagi rasm. Bilasiz, har kimning yuzi har xil fasllarda har xil bo'ladi. Masalan, yozda kuyadi, qishda oqaradi, kuz va bahorlarda teri almashadi, ya'ni ko'chadi. Shuning uchun siz Jennie'ni hate qilishga umuman haqqingiz yo'q va aytmoqchi bo'lgan gapim, Jennie'miz endi girl emas, balki woman bo'ldi. Shuning uchun unga nisbatan unaqa qattiq so'zlar aytishingizni istamasdim, chunki har doim Jennie'ga hate yozgan kishini ko'rsam, Jisoo'ni gaplari esimga tushadi. Ya'ni Jennie hech qachon sizni hatelaringizni shunchaki quruq qo'l bilan o'qib qo'ymaydi. U buni butun miyasiga singdirib, o'ziga depressiya orttirib olishi mumkin. Next idol bu bizda Rose. Rose o'sha payt endi tanilgan va zo'r qo'shiq bilan comeback qilgan payti edi. Shuning uchun u Met Galaga tashrif buyurgan edi va qarabsizki, Met Galadagi ba'zi bir miyasini yeb qo'ygan odamlar uni noto'g'ri rasmga olib, ya'ni effektsiz, balki noto'g'ri kadrlardan olib, umuman ko'plab hate'larga sababchi bo'ldi. Nega Rozeni aynan iyagi bunaqa uzunchoq, uni yuzi nega bunaqa emas deb ajratish va o'sha endi tanilayotgandagi hate bo'lgan, umuman olganda Rozeni yo'nalishiga bu juda ham plusga ishladi, to'g'risini aytsam, chunki hamma hate qilsa, bu sizga plus, chunki siz ularni e'tiborini tortyapsiz. Shuning uchun Rozega omad tilayman. Bu umuman hate emas va ularning yuzini nimadir qildirgan emas, shunchaki video edi. Hammaga xayr, men bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Menga obuna va like bosishni unutmang.